Assalomu alaykum adabiyot ixlosmandlari. Bugungi video orqali biz Abdulla Qahhorning hayoti va ijodi bilan tanishib chiqamiz. Abdulla Qahhor 1907-yilning 17-sentyabr kuni Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida tavallud topgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonning Asht tumanida deb aytib o'tilgan. Uning otasi Abduqahhor temirchi bo'lgan. Ushbu kasbdan topayotgan daromadi tirikchilik uchun yetmaganligi tufayli ular doim qishloqma-qishloq ko'chib yurishardi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerakki, Abdulla Qahhor 10 boladan tirik qolgan yagona farzand edi. Bolaligi qashshoqlik va darbadarlikda o'tadi. Har doim turli xil qishloqlarga ko'chib yurishgani tufayli ko'chmanchi, kelgindi singari haqoratli laqablar oladi va buni hech qachon unutmaydi. Kechqurunlari otasi Abdullaga eski suratli kitoblardan hikoyalar o'qib berardi. Qiyinchiliklarga qaramay, otasi Abduqahhor Jalilov va onasi Rohat aya boshlang'ich ta'limni bera olishgan. U 10 yoshligida Buvaydagi eski maktabda tahsil olishni boshladi. Ammo ko'p o'tmay oila Oqqo'rg'onga ko'chib ketdi. Oqqo'rg'onda esa qo'qonlik Muhammadjon qorining Usuli Saftiya maktabida tahsil ola boshladi. Abdulla Qahhor umrining oxirigacha Sa'diy va Hayyom, Navoiy va Lutfiy, Bobur va Nodira asarlarini qo'ldan qo'ymay mutolaa qilar, ba'zilarini esa yod olar va vaqti kelganda fikrlarini ushbu satrlar bilan dalillar edi. Undan so'ng esa Qo'qonda yangi ochilgan Istiqbol maktab-internatida o'qiy boshladi. Ushbu internat esa Abdulla Qahhorning zehnini yanada o'tkirlashtirdi. 1922-1924 esa Abdulla Qahhorning hayotida adabiyot juda ham bir avj olgan payti edi. Sababi aynan shu vaqtda Abdulla Qahhor Qo'qondagi pedtexnikumda tahsil olishni boshladi va umrida ilk marotaba Pushkin, Turgenev, Tolstoy asarlarini o'qiy boshladi. Undan tashqari texnikumda tashkillashtirilgan Bilim yurti devoriy gazetasiga she'rlari va maqolalari bilan birgalikda qatnashib turardi. Abdulla Qahhor 1926-yilda Ishchilar fakultetiga o'qishga kiradi va uni tamomlab, yana jurnalistik faoliyati bilan shug'ullanadi va 1934-yilda O'rta Osiyo davlat universitetining pedagogika fakultetida tahsil oladi. Abdulla Qahhor shunday yozadi: "Bolaligimni o'ylaganimda chala-kamcha tush ko'rgandek bo'lar edim. Zehnimda shunga o'xshagan qalqib yurgan xotiralardan tashqari, qalqimasdan toshdek cho'kib yotgan xotiralar ham hisobsizligidan uzoq zamon bexabar ekanman. Bundan meni Anton Pavlovich Chexov domla xabardor qildilar. Bundan 30 yil burun Chexovning kitoblarini qo'limdan qo'ymasdan o'qib chiqdim. Shunda alomat bir hodisa yuz berdi. Shu bilan muhtaram ustod menga go'yo muborak ko'zoynaklarini berdilar-u, mana buni taqib, o'z xalqingning o'tmishiga nazar sol dedilar. Bolaligimda zehnimga cho'kib qolgan xotiralar uyg'ondi, yuzaga chiqdi. O'sha vaqtdagi xalq hayoti ko'z oldimga keldi. Mana shuning natijasi bo'lib, g'am-g'ussaga to'la o'g'ri, tomoshabop, bemor, anor kabi hikoyalar vujudga keldi. 1923-yilning dekabr oyida Mushtum jurnalida Abdulla Qahhorning birinchi felyetoni chop etildi. Shundan keyin u respublika matbuotida Gulor, Yalangoyoq, Norin Chilpiq, Mavlon Kufur, Nish kabi taxalluslar bilan tez-tez feltonlar, satirik she'rlar, hikoyalar e'lon qila boshladi. 1925-yilda Qizil O'zbekiston gazetasi uni Toshkentga gazeta tahririyatida ishga taklif etadi. Gazetaning Abdulla Qahhorning yozuvchi sifatida shakllanishida o'rni juda katta. Abdulla Qahhor adabiyot olamiga hikoya janrining tengsiz ustasi bo'lib kirdi. Uni hattoki O'zbek Chexovi deb ham atashdi. Uning birinchi qissasi Qishloq hukm ostida nomli kichik hissasi 1932-yilda nashrdan chiqqan. Abdulla Qahhor ijodiy hayoti davomida 40 dan ortiq asar yozgan.